Bugun men prinsessadan intervyu olaman. Qani unda intervyuni boshladik. Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Krezor. Assalomu alaykum obunachilar, sizlar bilan prinsessa. YouTube'ga qanday va qachon kirib kelgansiz, prinsessa? YouTube'ga Yasiko sabab kirib qo'yganman. Yasikoda ilhomlanib desam bo'ladi. Birinchiligingiz qanaqa bo'lgan, prinsessa? Birinchiligim pozitiv gamer bo'lgan, g'alati. YouTube'ga kirib kelishingizga kim sababchi bo'lgan, prinsessa? YouTube'ga kirib kelishimga albatta Yasiko sababchi bo'lgan. Birinchi savolda aytganimda, Prinsessa, eng katta orzungiz qanaqa? birinchi orzularim o'zi hammaning orzusi shu bo'lsa kerak. Ota-onasini hajga yuborish, o'zimni keyin mayda yana orzularim bor. Ularni yetib turish hozir shart emas. Mana 5-savolga ham yetib keldik. 5-savolimiz esa YouTube kanallaringizga nakrutka urganmisiz? Yo'q, men birinchidan YouTube kanallariga nakrutka urishga qarshiman. Sababi, agarda nakrutka uriladigan bo'lsa, kanal baribir oxiri ban bo'ladi. Telefoningizga ham ta'sir qilishi mumkin yoki kompyuteringizga IP zararlanib. Hozirda sevgan odamingiz bormi, prinsessa? Yo'q, lekin bo'lmagan. Avval bo'lgan, hozir yo'q. Qachon YouTube'dan ketmoqchisiz, prinsessa? YouTube'dan nima desam bo'ladi endi? To'yim bo'lganda. Unda ham ketmayman, xudo xolisa. Bu Minecraft youtuberlik qilganingizga ota-onangiz qanday qaragan, prinsessa? Bu yo'nalishimda meni aytayotgan ota-onam podдержка qilib, qo'llab-quvvatlaydi. Prinsessa, hozirgi negativlarga fikringiz qanday? Negativlarga umuman qaramayman to'g'risi. Avval qarardim, ya'ni MC Luna bo'lgan paytim, shu payti 1 yilga YouTube'dan ketib ham qo'yganman. Hozir umuman qiziq emas. Hayotingizdagi eng qiziq voqea qanaqa bo'lgan? Hayotimdagi eng ajoyib voqea bilmadim, lekin har xil, ya'ni ko'p ajoyib voqealar bo'lgan, zo'r voqealar. Bittasini aytib bera olmayman. Prinsessa, sizning eng sevib kuzatadigan youtuber Minecrafteringiz qaysi? Eng sevib kuzatadigan youtuberim hozir yo'q umuman, lekin avval Yasiko Raker bo'lgan-da. YouTube'dan tashqari nima bilan shug'ullanasiz? YouTube'dan tashqari nima desam bo'ladi? Uxlash bilan shug'ullanaman. Prinsessa, YouTube'dan eng ko'p daromadingiz qancha bo'lgan yoki oylik daromadingiz qancha? YouTube'da eng ko'p kelgan daromadim YouTube'dan kelmagan. YouTube'da ochilgan kanaldan kelgan. Endi u YouTube'dan kelgan degan monetizatsiyadan kelgan deyiladi. Kanallar sotaman, monetizatsiyaga tayyor qilib yoki ulab. Bir oy ichida 6 ta 7 ta kanal ulab sotib olganman. Ulab emas, tayyor qilibdi. Ham bir 8 millioncha bo'lgan. Eng kam daromadim shu 2 yoki 3 million bo'ladi har oy. Yangi youtuberlarga fikringiz qanday, prinsessa? Yangi youtuberlarga fikrim omad tilayman, lekin nonimizni qilmasin. Sizga obunachi muhimmi yoki like muhimmi yoki prosmotr muhimmi? Qaysi biri muhim? Menga, конечно, prosmotr muhim. Agarda prosmotr bo'lmaydigan bo'lsa, obunachi ham bo'lmaydi. Mayli, bo'pti obunachilar, barchaga xayr, sizlar bilan prinsessa bo'ldim. Shuncha mehnatni qadrlagan holda obuna-like esingizdan chiqmasin hamda ertangi yoki keyingi intervyuda kim bo'lishini ham yozib qoldiring. Biz shu kommentlarni o'qib, shu odamdan intervyu olishga harakat qilamiz. Qani unda hammaga xayr.